Turon tilsimlari juda ko'p. Turkiston tarixida hali o'z yechimini kutib yotgan sir-sinoatlar behisobdir. O'zbekiston va o'zbek xalqi tarixida ko'plab alp siymolar o'tgan. Shunday buyuk siymolardan biri bu buyuk davlat arbobi va mohir sarkarda sak-iksitlar qavmi dohiysi Alp Ertongadir. Tariximizga chuqur nazar tashlab, turkiy xalqlarining buyuk bobosi Alp Ertonga shaxsiyatini o'rganish, unga xolisona yondashish tarixiy va ilmiy zaruratdir. Chunki u yaqin tariximizda unutilishga mahkum qilingan siymo bo'ldi. Hatto mustaqillik davrida ham Alp Ertongani, ya'ni Afrosiyobni afsonaviy obraz deb da'vo qilayotganlar yo'q emas. Ammo tarix fani hech qachon bir joyda to'xtab qolmaydi. Uni o'rgangan sayin yangi qirralari ochilaveradi. Biz Alp Ertonga shaxsiyatini o'rganish orqali o'zligimizga hali o'zbek nomi bilan yuritilmay, biroq jahon tarixida turk, so't, sak, masaget va boshqa nomlar bilan atalgan bugungi o'zbek xalqining azim va qadim tarixiga nazar tashlagan bo'lamiz. Shu tariqa Afrosiyob, ya'ni Alp Ertonga afsonaviy obraz degan noto'g'ri qarashlarga chek qo'ygan bo'lamiz. Mana shunday noto'g'ri qarashlarning targ'ibotchilaridan biri bu sovet davri olimi akademik Bartelt edi. Kommunistik mafkura bunday qarashlarni targ'ib qilish uchun barcha vositalarni ishga soldi. Shu sababdan bu fikrlar ko'pgina olimlarimizning ongiga singib ketgan. Akademik Bartelt va Grigoriev Afrosiyobni afsonaviy obraz deb da'vo qilganlarida bu nomni turkiy emasligiga asoslanganlar. Darhaqiqat, bu nom forscha so'zdir. Shuning uchun bu ayrim olimlarning Bartelt fikrini ma'qullashga sabab bo'lgan. Ammo buni inkor etuvchi dalillar yetarli. Masalan, Yusuf Xosxojibning Qutadg'u bilik, ya'ni saodatga eltuvchi ilm degan asarida keltirilgan quyidagi jumlalar Bartelt va uning safdoshlari fikrini inkor etuvchi dalil bo'la oladi. U shunday fikr bildiradi. Nazar solib qarasang, dunyo beklari ichida eng yaxshilari turk beklaridir va ularning orasida eng mashhuri Tonga Alp Er nomli bek edi. Uning mushohadasi keng, san'at hunarlari behisob ko'p, bilim zakovatli odam o'sha edi. Forslar uni Afrosiyob deb ataydilar. U talay yerlarni o'z tasarrufiga olgan edi. Forslar u haqida o'z kitoblarida yozib qoldirganlar. Demak, Yusuf Xosxojibning bu fikrlari Alp Ertonganing tarixiy shaxs bo'lganligini yaqqol tasdiqlaydi. Forslar uni Afrosiyob deb ataydilar degan jumlasi esa Alp Ertonga va Afrosiyob bir shaxs ekanligining dalilidir. Turkiy manbalarda Alp Ertonga, forsiy manbalarda esa Afrosiyob deb tilga olingan. Turkiy xalqlarida botir sarkardalar va podshohlar nomiga Alp so'zi qo'shib aytilgan. Alp Ertonga Alp deb atalgan dastlabki insonlardan biri. Turkshunoslik ilmi asoschisi Mahmud Qoshg'ariy 1071-1072 yillarda yozgan Devoni Lug'ati Turk asarida Alp so'zini shunday izohlaydi. Alp botir, qahramon, Tonga yo'lbars demakdir. U yana shunday yozadi: Turkiylarning ulug' xoni Afrosiyobni Tonga Alp Er deb atardilar. U yo'lbars kabi bahodir odamdir. Uning shon shuhrati, dovrug'i haqida so'z yuritsak, Al-Hindda saltanat boshqargan turkiy sulolalariga Kushon podshosi Kanishkaning siyosiy dovrug'i qanchalar buyuk bo'lsa, Turonda davlat qurgan sarkardalar saltanatida Afrosiyob, ya'ni Alp Ertonganing nomi shunchalar yuksak qadrga ega bo'lgan. Buni biz qoraxoniylarning o'zlarini oliy Afrosiyob deb ataganlarida Abul Qozi Bahodirxonning Shajara-i Turk asarida keltirilishicha, Saljuqiylarning o'z kelib chiqishlarini 35 avloddan beri Afrosiyobga borib taqalamiz deganida, yoki Juvayniyning aytishicha Uyg'urlarning kelib chiqishi bilan bog'liq Bug'uxon ham o'zining kelib chiqishini Afrosiyobga taqashida ko'rishimiz mumkin. Yuqorida keltirilgan uchala ma'lumot ham turkiy xalqlarining katta bobosi Alp Ertonga tarixiy buyuk shaxs bo'lgan deyishimizga yaqqol dalil bo'la oladi. Uning kelib chiqishi to'g'risida turli mulohazalar bo'lishiga qaramasdan, Alp Ertonga turkiy va tarixiy shaxs bo'lganligi, uning Afrosiyob bilan bitta shaxs ekanligi inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Alp Ertonga turkiylar yurtiga doim tajovuz qilib turadigan Eronga qarshi qaqshatqich urushlar olib borgan Turon yo'lbarsidir. U dushmanga nisbatan shafqatsiz, o'z xalqiga nisbatan g'amxo'r
g'amxo'r, saxiy va mard xoqon edi. Albert Donga katta qo'shin bilan Eron ustiga harbiy yurish qilib, Eronni zabt etadi va 12 yil ular ustidan hukmronlik qiladi. Abrayxon Beruniy o'zining 1000-yilda yozilgan Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar degan asarida Avesta kitobiga tayanib, Afrosiyob Eronda 12 yil podshohlik qilgan deydi. Alisher Navoiy esa Beruniydan 500 yil keyin o'zining Tarix Muluki Ajam asarida Afrosiyob Manuchexrning o'g'li Eron shohini o'ltirdi. Eron mulkini andoq buzdiki, Oz yeridan ma'murlik qoldi. Afrosiyob podshohligi 12 yil erdi deb ta'rif bergan. So'ngra Albert Donga bilan eronliklar o'rtasida sulh tuziladi. Eron bilan Turon o'rtasidagi chegara Jayxun, ya'ni Amudaryo orqali belgilanadi. Aslida Amudaryo orqali tarixiy Xorason va Movarounnahr hududlari o'zaro ajratilgan. Turon va Eron o'rtasida bo'lib o'tgan bu jang haqida Abrayxon Beruniy o'zining Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar degan asarida va 1037-yilda yozilgan boshqa bir asari Qonuni Masudiyda bayon etgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Eron shohi Kaykovusning o'g'li Siyovush otasi bilan kelishmay qoladi va Turon xoqoni Albert Donga huzuriga keladi. Albert Donga uni yaxshi kutib oladi. Mahmud Qoshg'ariyning yozishicha, Albert Donga qizi Malika Qozni Siyovushga xotinlikka beradi. U hatto bor mol-mulkini kuyoviga topshiradi. Firdavsi esa o'zining Shohnoma asarida Albert Donganing qizining nomini Farangiz deb tilga olgan. Ammo Afrosiyobning birodari Karshius Afrosiyob bilan Siyovush o'rtasini buzadi. Natijada Afrosiyob Siyovushni o'ldiradi. Siyovush darvozai Guriyon deb atalgan somonfurushlar darvozasi ichkarisiga dafn etiladi. Turon bilan Eron o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning yangi bosqichida Eronda hokimiyatni qo'lga olgan Siyovushning o'g'li Kayxusrav Turonga bostirib kiradi. Turon va Eron, ya'ni Albert Donga bilan Kayxusrav o'rtasidagi jang shiddatli tus oladi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, oxirgi jang kuz oyida Midiyada, hozirgi Ozarbayjon va Eron hududining bir qismida bo'lgan. Bu jang Albert Donganing g'alabasi bilan tugaydi va sulh tuziladi. Jangdan so'ng g'oliblar uchun ziyofat uyushtiriladi. Shu fursatdan foydalangan Kayxusrav ayyorlik va makr-hiyla bilan Albert Dongani zaharlashga muvaffaq bo'ladi. Ishonuvchanligi, to'g'riligi, har bir masalani yolg'on, hiyla, aldov bilan emas, haqqoniylik va mardlik bilan hal qiladigan inson Albert Donga makr va hiyla qurboni bo'ldi. Albert Donga va uning lashkarboshilari eronliklar tomonidan xoinlarcha o'ldirilgach, Xoqon qo'shinining tirik qolgan qismi Midiya, Anatoliya, Eron, Turon hududlariga tarqalib ketgan. Sharqiy Anatoliyaning tog'li yerlariga kelib o'rnashgan qismi Sak turklari, Qarluq, G'ur, Bijanoq, ya'ni Pechenik urug'lari edi. Albert Donga xoinlarcha o'ldirilgan kun Eronda turlar yoki saklardan ozod bo'lgan kun sifatida tantana qilingan. Albert Donganing jasadi uning sodiq beklari tomonidan Buxoroga olib kelingan va ma'bad darvozasi yonidagi tepalikda dafn qilingan. Narshahiy ham o'zining Buxoro tarixi asarida bu voqealarni quyidagicha tasvirlaydi. Albert Donganing qabri Buxoroda, ma'bad darvozasida rahmatli Xo'ja Imom Abu Hafs Kabir tepaligiga tutashgan katta tepalik ustidadir. Narshahiy Albert Donga bilan bog'liq bu voqealarni o'z asarida tasvirlar ekan, bir necha marta ushbu voqealarga 3000 yildan oshgan degan bir xil fikrni takrorlaydi. Narshahiy yashagan davrdan hozirgacha 1000 yildan ortiq vaqt o'tdi. Endi shu o'rinda mulohaza yuritsak, Narshahiygacha 3000 yil o'tgan bo'lsa, Narshahiydan keyin bizgacha 1000 yil o'tgan. Demak, Albert Donganing Turon xoqonligiga 4000 yil bo'ladi. Shunday ekan, Buxoro shahrini ham yoshini 4000 yil deyishga haqlimiz. Professor Ablat Xo'jayev o'z tadqiqotlarida Xitoy va Yapon olimlari bilan hamkorlikda qadimgi Xitoyning 24 jildlik tarixi ustida jiddiy tadqiqotlar olib borib, ilmiy izlanishlar jarayonida turk atamasi Xitoy manbalariga bundan kamida 4000 yil avval kirib kelganini aniqlaganlarini ta'kidlaydi. Bu tadqiqotlar ham yuqorida keltirgan fikrimizni tasdiqlaydi. Sadriddin Ayniy tarixiy qo'lyozmalar asosida Buxoroda dafn etilgan Afrosiyob, Abu Hafs Kabir, Buxoriy, Rudaki kabi ulug' zotlarning mozorlari o'rnini aniqlagan.
Uning o'limidan keyin bu joylar unutildi. Mustaqillik davrida bunday muqaddas qadamjolarga e'tibor kuchaydi. Afrosiyob va Kabir Buxoriy kabi ulug' zotlar dafn etilgan Hazrati Imom qabristoni obodonlashtirildi. Albert Donga nafaqat yengilmas sarkarda va buyuk davlat arbobi, balki ko'p qirrali inson bo'lib, u o'z xoqonligida bunyodkorlik ishlariga katta e'tibor qaratgan. Narshahiy o'zining Buxoro tarixi asarida Albert Donga bunyodkor podshoh bo'lgan, qadimgi Romtin va Buxoro qal'alarini u qurdirgan degan fikrlarni keltiradi. Albert Donga o'z hukmronligi davrida Buxoro yaqinida Romtin shahriga asos solgan. Bu fikrimizning tasdig'i uchun Narshahiyning Buxoro tarixi asariga murojaat qilamiz. U shunday deydi: Romtin bu bir katta ko'handizga ega va mustahkam qishloq bo'lib, Buxorodan qadimiyroqdir. Ba'zi kitoblarda bu yerni Buxoro deb ataganlar. Bu qishloqni qadim vaqtlarda Afrosiyob bino qilgan. Afrosiyob har vaqt viloyatga kelganda shu qishloqdan boshqa joyda turmagan. Buxoro tarixi asarining 1904-yil Mulla Sulton tomonidan nashr qilingan nusxasida Albert Donganing qizi va Romtin bilan bog'liq quyidagi naql keltiriladi. Aytadilarki, Afrosiyobning bir qizi bo'lib, u bosh og'rig'idan aziyat chekkan. Romtinga kelgach, bu yerning havosi unga muvofiq kelib, darddan xalos bo'ladi. Shu sabab bu yerga oromitan, ya'ni tan oromi deb nom qo'yadilar. Keyinchalik xalq orasida bu nom Romtin deb atalgan. Albert Donganing qizi bilan Romtin haqidagi naqllar faqat rivoyat bo'lmay, balki unda olis tariximizning bizga ayon bo'lmagan sir-u sinoatlari o'z aksini topgan. Turon davlatining boshkentiga Albert Donga tomonidan asos solingan. Bu hozirgi Buxoro shahri edi. Albert Donga hayotida Buxoro shahri muhim o'rin egallagan. Buning asosiy sabablaridan biri Buxoro Turon mintaqasining markaziy qismida joylashganligi va uning qulay jug'rofiy o'rni edi. Buxoro vohasining shimolidagi Vardona qishlog'i haqida fikr yuritgan Narshahiy, u Turkistonning chegarasida joylashgan degan fikrlarni bejiz aytmagan. Mintaqadagi eng qo'hna shahar Buxoro ekanligi esa jahon olimlari tomonidan e'tirof etilarkan, o'z-o'zidan bu shaharga Albert Donga asos solganligi oydinlashadi. Shunday ekan, Buxoro shahrining aniq yoshini aniqlash uchun ham Albert Donga yashagan davrni asos qilib olish lozim bo'ladi. Endi Buxorodagi qadimiy arkni kim qurganligini anglash uchun Narshahiyning 943-yilda yozilgan Buxoro tarixi asariga murojaat qilamiz. Buxoro arkining bunyod etilishi haqida nomli 8-faslida Buxoro arkini Afrosiyob bunyod qilgan degan qat'iy fikrni keltirib o'tadi va Afrosiyob, ya'ni Albert Dongani bunyodkor xoqon sifatida ta'riflaydi. Narshahiy o'z asarida Abul Hasan Nishopuriyning yozgan fikrlaridan misollar keltirib, Albert Donganing Romtin, Buxoro qal'alari va Buxoro arkini bino qilgan xoqon sifatida ta'riflaydi. Buxoro tarixi Albert Donga tarixi bilan chambarchas bog'liq. Chunki Turonning ilk xoqoni Albert Donga Buxoroga asos soldi va uni Turon xoqonligining poytaxtiga aylantirdi, taraqqiy ettirdi. Buxoroning ming yillar qa'rida qolib ketgan sir-sinoatlarini ochish, qadim tarixini yoritish ayni paytda Albert Donga shaxsiyatini o'rganish ham demakdir. Buxoro nafaqat hozirgi O'zbekiston hududi, balki butun Sharq mintaqasida mo'tabar markaz bo'lganligi, bu shaharning juda qadimiyligi va ko'hnaligidan dalolat beradi. Buxoro Turon davlatining boshkenti, Albert Donga asos solgan Turon xoqonligining markaziy shahri bo'lgan. Shuning uchun ham buyuk xoqonning vasiyatiga binoan u aynan o'zi asos solgan Buxoro tuprog'ida dafn etilgan. Albert Dongani o'z turkiy nomi bilan atash tarixiy haqiqatni yuzaga chiqarish demakdir. Afrosiyob o'zga xalq tomonidan unga berilgan nomdir. Albert Donga Turon hududidagi barcha turkiy qavmlarni birlashtirib, ilk Turon davlatiga asos solgan ulug' xoqon sifatida tarix sahnasida yorqin iz qoldirgan. Ushbu davlatni, ya'ni turk xoqonligini yevropalik olimlar va tadqiqotchilar chuqur o'rganib, Prototurk
qadimgi turkiylar davlati deb ataganlar. Albert Tonga Turon dashtlarida Yevropa va Osiyo qit'alarida yashagan barcha turkiy qabila va urug'larni birlashtirib, qudratli Turon davlatini barpo etdi va uni 28 yil davomida adolat bilan boshqardi. Bundan tashqari, qadimiy manbalar va o'sha davr tarixchilarining asarlari orqali Albert Tonga va Afrosiyab aslida bitta shaxs ekanligi va Albert Tonganing tarixiy shaxs bo'lganini ilmiy asosda ochib berishga harakat qildi. Shuningdek, Buxoro shahrining eng qadimiy yodgorliklaridan biri Ar qal'asi ham aynan Albert Tonga tomonidan bunyod etilganligini manbalar asosida ochib berdi. Demak, Albert Tonga nafaqat Turon elining birlashuvi va davlatlilik ramzi, balki xalq xotirasida tarixiy shaxs va madaniy merosimizning abadiy timsoli sifatida yashab kelmoqda.